Aytish kerakki, so'nggi yillarda tibbiyot tizimidagi islohotlarni tuman ahli ham o'z hayotida chuqur his qilib bormoqda. Mazkur birlamchi muassasalarda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yaxshilash maqsadida 2022-2023 yillar davomida 14 ta tibbiyot muassasalarida 10 milliard so'mlik joriy va kapital ta'mirlash ishlari olib borildi. Ta'mirlash ishlari yakunlangan muassasalar yumshoq va qattiq mebellar bilan jihozlanib, malakali tibbiy xizmat ko'rsatish uchun kerakli tibbiy asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Respublikada yo'lga qo'yilgan elektron poliklinika tizimida bugungi kunda viloyatda 350 dan ortiq birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalari samarali ishlamoqda. Natijada 4 milliondan ortiq aholi elektron axborot tizimi orqali birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalariga biriktirildi. Samarqand tumanidagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada ham joriy yilning sentyabr oyidan elektron poliklinika dasturi ishga tushirildi. Bu esa ortiqcha qog'ozbozliklarga chek qo'yib, barcha ishlarni tizimli ravishda olib borishga, tezkor va aniqlikda ishlash, eng asosiysi shifokorlarni bemorlar uchun ko'proq vaqt ajratishiga sharoit yaratmoqda. Afzallik tomoni shundaki, barcha murojaat qilib kelgan fuqarolarni navbat asosida talon aylanmasi bilan har bitta shifokorga kirishni qizlar ro'yxatga olib belgilab beradi. Talonda qaysi shifokorga kirish kerakligi, nechinchi xonadaligi hamda qaysi soatda kirishi belgilab qo'yilgan. Bu o'z navbatida o'z-o'zidan har xil tushunmovchiliklar, aholi orasida asossiz ravishda navbatga tortishuvlarni oldini olishga xizmat qiladi. Tizimda ishlash uchun mana kompyuterlar, zamonaviy kompyuterlar o'rnatilgan ro'yxatxonamizda, termoprinterlar qo'yilgan. Mana shu termoprinterlar hamda zamonaviy kompyuterlar asosida qizlarimiz ishlaydi. Qizlarimizda hammasi operatorlik bo'yicha o'qishgan, sertifikatlarga ega, ma'lumotlari bor. Shu asosida xalqqa malakali tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz bugungi kunda. Onlayn talon olish ham mumkin. Masalan, men onlayn talon olmoqchi bo'lsam, telefon orqali telefon qilaman. Qaysidir kunga talon olishim mumkin yoki bo'lmasam oilaviy poliklinika hamda oilaviy shifokor punktlariga tizim joriy qilingan. Men bordim, ko'rikdan o'tdim. Menga deylik allergolog mutaxassis kerak. Oilaviy shifokorim allergolog tor soha mutaxassisini o'zidan onlayn yo'llanma berishi ham mumkin. Onlayn yo'llanma berganda fuqaro hali murojaat qilmasdan fuqaroning navbati ko'rinib turadi. Bu tizimda joriy qilingan. Poliklinikaning kirish qismida aholi vakillariga qulay tarzda bepul ko'rsatiladigan tibbiy yordam va beriladigan dori-darmonlar, tibbiy buyumlar va sarflov vositalari ro'yxati ham tashkil qilingan bo'lib, aholi vakillari bu haqda atroflicha ma'lumotlar olib, imkoniyatlardan samarali foydalanib kelmoqda. Men kasal bo'lsam, kelaman. Hamma doktorlar yaxshi. Yaxshigina savol-javob qilib jo'natishyapti. Bepul dori berishdi. Mana olib ketyapman. Sog'liqni saqlash vazirligining 63 hamda 87-sonli buyruqlari asosida aholiga biz dori-darmon tarqatamiz. Dori-darmonlarning tabletka, kapsula, shamcha hamda aerozol ko'rinishidagina aholiga qulay bo'lgan joyda bepul dori-darmon tarqatish xonasini tashkil qilganmiz. O'sha xonada oilaviy shifokor hamda tor soha mutaxassis tavsiyasiga asosan retsept asosida dori-darmonlar bemorga bevosita beriladi. Inyeksiya ko'rinishidagi birinchi yordam uchun mo'ljallangan dori-darmonlar muolaja xonamizda bemorlarga qo'llaniladi hamda davo kursi uchun qo'llaniladigan dori-darmonlar kunduzgi statsionarimiz mana tashkil qilingan. Kunduzgi statsionarimizga aholiga dori-darmonlar qo'llanilib kelinmoqda. Bugungi kunda hozir 120 turdagi dori-darmonlarimizdan dori-darmon, tibbiy buyum hamda sarflov materiallarimizning barcha turdagisi mavjud hamda aholiga bepul tarqatilib kelinmoqda. Aholiga tezkor va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish maqsadida bugungi kunda tumanda 74 ta mahallada istiqomat qiluvchi aholi vakillariga 132 ta tibbiy brigadalar xizmat ko'rsatib kelmoqda va ularning barchasi kerakli tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan. Ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada tibbiy tashxislash va diagnostika xizmatini yaxshilash maqsadida laboratoriya bo'limiga 4 turdagi tibbiy apparatura xarid qilinib, 240 turdagi laborator tahlillar shu yerning o'zida bajarilishi yo'lga qo'yildi. Bu bilan o'z navbatida bemorlarning laborator tahlillar uchun boshqa shifoxonalarga borib, sarson bo'lib yurishining oldi olindi. Samarqand tumanidagi uzoq va chekka hududlarda yashovchi aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida 2022-2023 yillar davomida 2 ta yangi oilaviy shifokorlik punktlari, 14 ta mahalla tibbiy punktlari tashkil etildi. Shuningdek, tashabbusli byudjet loyihasi orqali 2020